Manzarani qarang, go'zalligini, dachangizdan shunaqa vid bo'lib tursa, zo'rmi? Yozda ham, qishda ham mazza qilib dam olishingizga sizga Chimyondan 25 sotuvga tushgan katta dacha topib qo'ydim. Ko'rib turinglar, obzorni qilyapmiz, qiziq bo'ladi. Dachamiz umumiy ko'rinishini qarang, shu yerdan ketdi-da. Soy ovozini eshityapsizmi? Shundoq tegidan soy o'tgan o'zi ham. Okey, ulpatlar bilan kelib mazza qilib dam olaman deyapsizmi? Ko'ryapsizmi? Mana hamma ulpatingiz mashinada kelsa ham bemalol bag'riga olib 25 sotuv ziloniy zonalari ham dahshat qilingan. Dachamizni hozir umumiy ko'rinishini bitta ko'rsataman. Ko'rib turinglar, like, podpiska esingizdan chiqmasin. Dachani boshida qorni ko'rsangiz, bu yog'i faqat yashillikdan iborat. Umumiy ko'rinishini ko'ryapsizlar. Asosiy uy qismi shu yerda ekan. 4 ta xona, zimniy kuxnyalarigacha bor. Tapchani bu yerda joylashgan. Bu yerda mana xonalar qilib qo'yishgan. Qishda kelasiz, aka, mana shu xonalarga kirasiz, tepalarni hali videolarni qo'yaman. Ichkaridan mana bu yoq tarafga tog'ga qor tushganini mazza qilib tomosha qilsangiz bo'ladi. Basseynimiz 11 ga 4 metr ekan, chuqurlik 2 metr chiqadi bemalol. Xo'sh, bu yerda saunamiz joylashgan. Hammasini videosini qo'yaman. Ko'rib, like bosib, esingizdan chiqmasin, narxini kelishamiz deyapti. Qarang, dachani o'zida ziloniy zonasi qancha. Ulgurib qolinglar, bosaveradigan joyi.